Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligi Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus tumani Qirontoy OFI 2963 2973 2965 2947 2960 2970 2979 va 2990 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerlarga qovun ekilgan. Maydon hajmi 30 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 80 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 23 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 1,3 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirilish uchun barcha dehqon xo'jaliklari ishlab chiqarish kooperativiga biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektar 30 tonna, jami 900 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.